Xabaringiz bor, Urganch shahar yo'nalishlarida Xitoy Xalq Respublikasidan xarid qilingan zamonaviy har tomonlama qulayliklarga ega bo'lgan avtobuslarda yo'lovchi tashish yo'lga qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2013-yil 9-sentyabrda 2506 raqam bilan ro'yxatdan o'tkazilgan avtotransport vositalar haydovchilarining ish vaqti va dam olish vaqti to'g'risidagi nizomda haydovchilar uchun ish vaqtining normal muddati hamda ish smenasi mobaynida dam olish va ovqatlanish uchun tanaffusga chiqishi belgilab qo'yilgan. Nizomga ko'ra, Urganch shahri yo'nalishlaridagi avtobus haydovchilarining yo'nalishda ishlash smenasi mobaynida dam olish va ovqatlanish uchun tanaffusga chiqish vaqtlari belgilangan. Yo'nalishlardagi ish vaqti 7:00 dan 22:00 gacha. Ovqatlanish uchun tanaffusga chiqish vaqtlari 10:30 dan 12:00 gacha hamda 14:30 dan 16:00 gacha qilib belgilangan. Shunga ko'ra, ish vaqtlari mobaynida avtobuslarning harakat jadvalida o'zgarishlar mavjud. Ma'lumot uchun, yo'nalishlardagi harakatlanish vaqtlari avtobusdagi mavjud monitorlar orqali yo'lovchilarga yetkazish tartibi yo'lga qo'yilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.